Kitap o'qishning zodi foydasi bormi yo'q? Kitobning mohiyati nima? Kitob amaliyotda izohlashgan til. Kitob o'qish siz avtorning sizni anglayotgan bilan barobar. Siz o'ylab beqing, bu fikr yo'l to'g'rimi? Undaqda mujnuqdan o'ylasak, kitob o'qishning foydasi bormi degan bu masala aslida put terib tura olmaydi. Chunki bu gapni so'rganlar xuddi boshqalar bilan paranglashgandan foydasi bormi yo'q degandekli ish. Amaliyotda buning javobi nihoyatda aniq bo'ldi. Bu masalani bir tayoqda aytgil bo'lmaydi. Bizning qaraydiganimiz qanday odam bilan suhbatlashish. Men undan nimalarni o'rganalayman yoki qanday masalani hal qilmoqchi bo'lsam, u menga hal qilish loyihasini olib kelalaydi. Kitob o'qishmi shundoq. Biz odatda o'qiydigan ba'zi ommabop kitoblar amaliyotda mushtariy kitob hisoblanadi. Kitob o'qish uchun bir to'liq o'zlashtirish jarayoni bo'lib, hargizmi siz tuyuqsiz ma'lum bir kitobni o'qib chiqiblar. Shuningdan boshlab sizning taqdiringizda o'zgarish bo'ladi deganlik emas. Bu uxlamay tush ko'rganlik hisoblanadi. Kitob sizga ilhom beradi, lekin faqat siz ko'nglingizda his qilgan narsalarni haqiqiy aql deyishki bo'ladi. Bu dunyoda hech qanday bir kitob sizga omad elib kelolmaydi, lekin ular sizning asta-asta o'zingizga aylanishingizga yordam beradi. Kitob o'qish kishilarni texnik qanoatlantiradi va beytalaydi, zehnini chiriqtiradi, doirasini yaxshilaydi va mijozini o'zgartiradi. U kishilarning so'ziy ish harakatlari va dunyodagi turmush usuliga foydali. Kitob o'qishni nazar doirangizni kengaytiradi. Kitoblardagi bilimlarni hammani o'z ichiga oladi deb tasvirlashga bo'ladi. O'qish orqali nazar doirangizni kengaytirasiz. Kitob o'qishni yaxshi ko'radigan kishilar uchun bugungi turmush ritmi tez jamiyatda kitob o'qishga vaqt ajratish yana intayin qiyin bir ish. Bu sababdan texnik ko'p kitob anglash detallari maydonga keldi. Undaqda kitob anglash bilan kitob o'qish qaysisining unumi yaxshi? Biz insonlar necha million yillik taraqqiyot jarayonida til orqali aloqa qilib keldik. Biz bunga odatlangan. Ammo kitob anglash usuliga ko'nganda tabiiy holda anglash va o'qishning eng yaxshi usulini topib chiqishimiz mumkin. Yana bir jihatdan aytganda kitob anglashning bir cho'ng foydasi shuki, siz hissiyotning yuqori tuvanligini ovoz va ovoz unumi orqali texnik yaqin anglay olasiz. Masalan, ovozliq nurg'un kitoblarni yondan bayon qilingan. Bu tabiiy holda avtonom chin hissiyotni texnik aniq ifodalaydi. Agar siz kitobxo'mar bo'lsangiz, tövanda men sizga Dilnaz Tor kutubxonasini tavsiya qilaman. Dilnaz Tor kutubxonasini ko'rinmaysiz ko'rkam. Asarlarning yanglish tez, nodir yozmalar, dongli kitoblar yuqori texnika bilan sifatli ovozlanib tayyorlangan. Asarlardan boshqa turmush bilimlari, sog'lomlik bilimlari, farzand tarbiyasi qatorliqlardan bahramlanasiz. Ostidagi archa ulanmasini besiblar Dilnaz Tor kutubxonasini yonqiningizga qochib o'lang.